O'zbekistondagi eng arzon kiyim bozori Farg'onada desam ishonasizmi? Uchko'prik tumanidagi Boboshbek savdo kompleksida siz rostdan ham narxlar arzonligidan savdogarlik qiyiz kelib ketadi. Asosan dushanba, chorshanba va yakshanba kuni bo'ladigan bozorda siz kiyim-kechaklarni optim narxlarda olishingiz mumkin ekan. Mana shu 3000 mi? Bekchalarimiz 9 beryapti. 9000 so'm ekan. 50000 so'mdan ekan do'stlar. Ha, 22000 so'm ekan do'stlar. 22000 so'm. 95000 so'm ekan. Futbolkalar 10000 so'mdan. 60 gacha razmer. 60 gacha razmer ekan. Necha pul bo'lyapti ular o'zi? 42000. 42000 so'm. 1,5 so'mdan ekan do'stlar. Mana shu paytolarimiz. 7,5 so'm ekan. 50000 so'mdan ekan. Kattalarga bu. Kattalarga. Bu bozorga tong yorishmasdan kelishni tavsiya qilamiz. Nima deb o'ylaysiz? Rostdan ham bu bozor O'zbekistondagi eng arzon bozormi? Kommentariyaga fikringizni yozib keting. Shunaqa foydali videolarni doimiy ko'rishni xohlasangiz, Instagram sahifamga obuna bo'ling. Videoni esa yaqinlarga tezda yuborib qo'ying.